Iflos! Kelib, ering ukasi bilan o'ynashasanmi? Or nomussiz. Qanaqa qilsansan, menga qara. Qanaqa qilsan? Meni uyatlarga qoldirding, isnodlarga qoldirding. Siz o'zi shunaqa qildingiz. Siz o'shanga bermaganingizda meni majburlab hayotim bunaqa bo'lmagan bo'lardi. Menga qara. Sen hozir uyingga ketasan. Akang kelsa, o'zim gaplashaman akang bilan. Xullas, sening kuyoving ukasi bilan gaplashib qo'yibdi. Uydan pulim yo'qolgan. Kecha kuyovingiz telefon qilgan edi. Pul haqida gapirdi. Demak, shuni aytgan ekanda. Nech pul ekan o'zi? 10 ming. 10 ming? Menda unaqa pul yo'q-ku hozir. Shu pulni topib bermasa, sening hayoti buzilib ketadi. Agar qaytib kelsa, sen ham men ham nomuslarga o'lib ketamiz. Mayli, bu narsa qilarman. Mendan nimadir bekitolsanmi? Tushunmadim. Ne unaqa to'g'risiz? Kecha akaning ishxonasiga bordim. Pulni so'ragan edim, tushunmadim. Qanaqa pul haqida gapirasiz dedilar. Men sizga hammasini tushuntirib beraman. O'tgan kuni To'xtab tur. Akaning telefon qotdi. Alo. Ha, kuyov, yaxshimisiz? Ha, kecha ko'payib ketibdi. Nima deb gaplashganimni bilmadim. Kech shuni hal qilsak bo'ladimi? Kechroq o'taman unda oldingizga. akam nima dedilar? Kiyimlaringni almashtirib, bitta joyga borib kelamiz. Xo'p bo'ladi. Zo'r kiyimlari bor ekan. Ne bu yoqqa keldi o'zi adasi? Bunday o'ylab qarasam, ish deb hech senga e'tibor bermayman. Lekin akamga havasim keladi. Sizda ayoling bor, qaraganda ko'zni quvnatadi. Qaniyadaki shularni qadriga yetganda. Yoqqan kiyimlarni ol o'zingga, keyin zo'r joyga boraman. Bugungi kunimiz senga yoqdimi? Ha, adasi juda ham yoqdi. Rosa xursand bo'ldim. Rahmat sizga. Sen unda o'tirib tur, balo kelguncha men qo'limni yuvib chiqaman, xo'pmi? Alo, Siz jinnimisiz? Nima xohlayapsiz mendan? ijtimoiy qolayotganim yo'q. Merosimiz tashyapsiz. Yo'q. Akamga jo'nataman deb san ketib qopti-da rasm. Bundan buyog'iga telefon qilganimda sirroz olasan. Men chaqirgan joyiga kelasan. Agar bu narsa yana takrorlansa, keyingi safar rasm tashlayotganda adashmay qolishim mumkin. Sog' bo'lasan. Iya, balo ketdi va maza qilamiz. Tinchlikmi? Ne kayfiyating yo'q? 3-4 kundan beri kuzatyapman. Hech bir ochilib yo'q kulib gapirmayapsan. Anchadan beri men sizga bitta narsani aytmoqchi edim. Bilaman nima demoqchiligingni.